Assalamu alaykum, Okyan televiziyasının sanat kumar aziz ko'rmanlari, naq maydondagi yosh do'stlar, ko'rayotganinglar Okyan televiziyasi yangidan yo'l qo'ygan Cho'lpon keldi programmasi. Ben program riyasatchisi Nurali Hasan. Programımızga bugün alayda bir şahsni taklif etdik. Hazır seni çıksa men böyle qiyachiya bo'lib chekramizdan kulgilar yuguraydi. Aldı bilan shunda xosima bir tasvirli bitayman. Mında deb berayam. Biz o'roqlarga etud, kino, televiziya, teatrlarni qizg'in ishtiyoqimiz bilan ko'ramiz. Depasam bilmaysizlar aqchan. Masalan munda depasamchu, bulut biri mendan yo'g'on. Qilsa maqol tamsil tarjima uchaylarni to'qiymiz shu an. Topdinglarmi? Kim o? O bo'lsa davlatlik birinchi darajalik artist, Şinjan Kinochilar jamiyatining muavin raisi, betakrar san'atkor Abdukerim Ablaz. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Sen bilan quchoqlashib ko'rishamiz. Bir chondiryapsiz meni. Ko'tarib turayman. Hoş geldiniz aka. Rahmat. Qo'rqoq kamdan zaqchan. Abla sen aşlama qavaş kelsan bo'tganda boshqa ko'rdim men. Demek şoğlum aka aldımdan naq maydondagi bir do'stlarga, yoshlarga bir salomingizni yo'llaysangiz, ankin rasmiy bir gapib kelsam. Bayatına kelgan taxin nesi kelgan. Assalomu alaykum. Har qachonlar bilan bugun mana shu OK televiziyasi orqali yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Hammanglarga shod-xuramlik, xotirjamlik tilayman. Rahmat aka, rahmat. Akamda jin gapga kelayman. Bir do'stim maqal abay bir muncha maqol tamsil bir narsalarni berganda, men tarjima qilib bersang deb, mening xanzuchi saviyarim toz yaxshi emas edi. Shuni bo'lsa bir yordam qila olasizmi aka? Bo'ladi ukamadi, men podqonlik emas, Şinjan'da mening oldimga turgan tarjima yo'q. Bo'ldi aka, unda boshlayman. Munda bir maqol tamsillar bor shu yerda. O'lmakning ustiga tepmak. Ha? O'lmakning ustiga tepmak. Sil yo'q, tipigo dem. İkincisi, anangni dadanga pədassız göstərmə. Mana bunu tərcümə olunmaydı. Tutub aldım, yama yerdən birini tutub aldım. İkincisi, at Aylıxanğa, yol Sarıxanğa. Ma Aylıxan ne var? Yol Sarıxan ciberdem. O da olsa çaşqandan ölgüsü gəlsə müşünün quyruğunu işləbdi. Lav şu sıdı şu xo. Şu modu viva. Rahmat aka, rahmat. Axırıqsı. Qoy, heç olmadı, aldın ala olsun, dep qoysam mən tərif qoysam bulmam deyman. Naq meydanı sınaymız. Sen məndə intamili tutsan da, hə? Əvəskardan əvəsi. Degəndək, onda olsa aka keyingisi, dişana barda göşə, göz ona barda şəhərkü. Dişana barda... Şəkü. Göş. Yancı yuduşuqu çırro. Kenço? Göz ona barda şəhərkü. Yencon yuduşuqu kenşicə. Rahmat aka, rahmat. Siz chiqiblam boshqacha bo'lib ketdi programmamizdan kayfiyati. Aba shunda hammisimiz o'tiribdi-ku. Siz chiqiblam mayli ishib ketdi. Ayfka meni ko'z kuymaychilar hozir. Rahmat aka, oldimda o'tirish taklif etsam. Men shu o'tiramda. Ana, sen o'tir. Mening oldimda o'tirib olding, baxtimga o'tirib qo'ymishman. Rahmat aka. Unda bo'lsa, qo'lashmagan maqol tamsildan bir muncha o'tib qoldim. Buni hammasi chaqchaq qo'y hamda. To'g'ri tushunlar, ha? Xanuz uchun bulamishda bula akamda. O'tirib qo'ysanlar. Xudo shukr, ana bu inglizchaning gapini qildim. Aka, bir narsa so'rab baqayam. O'sha yaqindan beri etot degan narsa faqat chiqmayotdi-ku hamda. Nereden chiqmadi? Sanidan. Ha. Faqat chiqmayotdi, kino, televiziya, teatrga boshchilablam kirib ketdingiz. Nima oldu bu? Nima ketdi bu? Babur, yasetçi misin? Manda gap qilgan. Men etot o'ynamasligimda hech qanday sabab yo'q. Ham birisi sharoitning azroq yar bermayotgan bir yer bor. Lekin unda degani men etot yozmadim deganligim emas. Hozir mening yozib qo'ygan etotlarimdan mushta etot bor. Ben 2012'den başlap, bana 2017. 2017-yılımı birinci ayının 2. günü. Aslında ben her yılda birinci ayının 1. günü bir etot yazıp kırdım bir kaydam batı şu. Yangi yıldan başla etotunda. Bu işte birinci ayının biri ben sırtı kumuldup kalgalığım için kelip de 2. günü yani etotun birini yazıp koydum. Çıkanda da. Nemişka
bu itot meyli men sahnaga chiqib o'ynamay qo'limda bor. Bu ilg'itki go'sht. Qachon yegim kelsa, shu vaqt yelaymiz-ku. Hamda buningda boshqa cho'ng sababmi yo'q. Ham birisi itot o'zimizningki, men o'zim yaxshi ko'radigan, men o'zim dastlab o'qigan kasbim shu drama aktyorlik. Undan keyin Beijing kino institutida kino rejissyorlikni o'qib keldim. Bu rejissyorlikni o'qib kelgandan keyin men o'zimga bir besim bo'ldi-ku. Chunki ham itot deganimiz o'zimizningki Uyg'ur xalqimiz, undan keyin biz qarindosh millatlar, andimish O'rta Osiyodagi ko'riladigan narsa. Ammo kino deganimiz bu xalqaro cho'ng tema. Ham buningga ancha-muncha bizning kuch qo'shish majburiyatimiz bor. Hamda necha vaqtdan beri biz kichikroq doirada bo'lsak, buni mening o'ylaydiganim sal cho'ngroq bir doirada yana bir narsa qilish. Men ancha oldin televiziya ekranimi, tordimi ish qilib bir tomoshabinlarimizga va'da bergan. Men cho'qim Beijing kino institutini bitirib kelgandan keyin yaxshi bir asarlarni chiqarishtirishim deb. Mayli men o'zim rol olay, mayli boshqalar rejissyorlik qilsin. Har holda yaqinda yog'i tomoshabinlarni bilyotdi. Bizning mayli pul degan shundaq narsagan filmni shildoq, mayli boylik rang degan televiziya. Uy ishchi komediyalik televiziya teatri. Ham bu bir boshlanishi. Ham bu narsalarimiz mayli yaxshi chiqsin, mayli yomon chiqsin. Buni cho'qim buni boshlamchilab mangadigan bir odamni kerak. Unda deb men o'zim boshlamchilab mangdim deganligim emas. Chunki men o'tganda o'zimning undarimga yozib qo'ygan bir gapim bor. Haliq tikanlarga desep yo'l ochqining kelgusi avlodlarning xushbiroq buk baraqsan yo'lda menish uchundir deb. Demek ki oğlum biz mayli sharoitdan foydalanib o'zimizning mayli kino televiziya san'ati olsun, mayli kinochiligimiz olsun, buni endi bizning majburiyatimiz. Demişki deganda bizda bizning Uyg'urlarda hammamiz aktyor desak bo'ladi-ku. Mush tug'ilganlarning hammamiz aktyor deyalayman men. Demişki desa bizning mushal o'tag'an mana mush bolalarimiz, endi sing'illarimizda hammasi etot o'ynab baqqanlar. Manda sen balkim biz qachon etot o'ynagan deb o'ylashingiz mumkin. Kichik vaqtlarimizda masalan Qashqar tarafda mehmondorchilik o'yin deb o'yin bor. Masalan o'yinsiz o'yindiq deydigan o'yin bor. Shu vaqtda men Amsterdam o'lma sen bolam bo'lsa juma, men seni etot o'taman, sen pon qilsa o'lsa deydi, men da'vat qilgan rejissor. Ar rol olib o'ynayotgani bizning shu vaqtdagi aktyorlarimiz. Demak, Uyg'ur millatininki qinida san'at degan o'jari bor. Hamda nurg'un ba'zi narsalarni ko'rdim. Ba'zi odamlar san'at bizning boyligimiz, borlig'imiz emas degan gapni bakchi angladim. Lekin bizning san'atkorlarimizning ichidagi hech qaysi san'at bizning boylig'imiz degan gapni, borlig'imiz degan gapni deb boqmadi. Buni faqat shu mayli kimyosin, shu digichi, shu o'zi ijod qildi bu so'zni deb qaraymiz-ku. San'at bizning borlig'imiz emas, boylig'imiz deb. Biz azaldan san'atni biz borlig'imiz deb olmadik. Odam tug'ilib toki o'lguncha san'atdan ayrilmaydi. Nemish qadisa, masalan bir bovoq tug'ildi. Biz bu bovoqni chiroyli yo'gidoq, zakilidoq, mushning o'zi bir san'at. Odam tug'ilib toki o'lguncha deshimizsa, eng oxirida biz odamni kepallab yerga qo'yamiz. Mushning o'zi bir san'at. Bo'lmasa bo'riq yo'gab, yo bo'lmasa ko'ylab ko'mpitib to'pchichilasak bo'laverdi. Masalan, ailemizde aytsak, mayli kiyim-kechak olsun, uylarimizning bezilishi olsun, hatto bir qancha lag'manni chiqsak, shuni tepsi qo'rmonimi noy chiroyli gul keltirib, bizning ayollarimiz, xonim-qizlarimiz echqidi. Mushning o'zi bir san'at. Ustellarimizning ustiga har xil nazimatlarni bir-biriga keltirib, gullarni gul chiqarib tuzdi. Mushning o'zi bir san'at. Bu odam san'atdan arilgan emas. Bu san'atni biz hech qanday yeklaydigan yerimiz yo'q. Ba'zilar naqsh etsang yomon bo'ladi, uni qilsang yomon bo'ladi deydi. Men shundan so'rab boqqan bo'chu. Masalan, men sendan so'ray, shuni vakolati. Men onamni yaxshi ko'rmay desang bo'lam bo'lmamdi? Bo'ldi. Unda bo'lsa men onamni yaxshi ko'rmasam bo'ladi bo'lmamdi. Buni shunaqa. Sening uslubing bo'yicha men onamni yaxshi ko'raman desam bo'lmamdi. Demak, bu bizning mayli dinimiz bo'lsin, mayli bizning siyosatimiz bo'lsin, muxolif kelmaydigan, so'kmaydigan. Uningdan keyin o'sha inoqlik, ittifoqlikni madilaydigan, o'zimizning ota-onalarimizni muhabbatni ko'ylaydigan narsani aytsak nima ish bo'lmaydi. Bu meni cho'qim bo'ladi. Bu adabiyot san'atsiz o'tgan hayotchi, bu bir ma'nisiz. Hamda unda hamma odam cho'qim adabiyot san'at bilan shug'ullansin deganligim emas. Dunyo hamma narsa tekshir bo'lgan vaqt uni go'zal ko'rinchi, bu bizning cho'qim olimlarimiz bo'lish kerak, muallimlarimiz bo'lish kerak, san'atkorlarimiz bo'lish kerak, o'qituvchilarimiz bo'lish kerak. O'qituvchi bo'lib, yana o'quvchimiz bo'lmaydi. Shunaqa? Masalan, olimlarimiz bo'lib, bu ishlaydigan, yana ishchilar bo'lmasa bo'lmaydi. Demak, bu dunyoda hamma narsa birga kelganda, uningdagi mukammallikka yo'l olamiz. Mening o'ylaydiganim, etotlarimni o'ynashimning sababi nima bo'lsa, bizga, odamlarimizga mush ro'yjatdan ko'tarish menimcha sal muhim.
Hem de birden küldük, çakçak kıldık deyimiz. İşten yerip gelgende okuşlar olsun, özleri çarçığa baklarda anca munca bir körep birden bir külse, azırak bir çarçıgan öcerler, nerviler ölse. Şunun özü hem de biz anca munca bir hoşallık his kılalırsak, bu bizimki çoğun hoşallıkımız. Hem de biz Nurga adam oylaydı, Abdülkerim abdız, şu itot keçilik ötküzüp nurgun pul tep ketdi. Ben itot keçilik ötküzüp hazırki egiçe nurgun pul tep ketken yerim yok. Hatta her kanda ilanı gibi kılma. Meyle her kanda itot keçilik kılsın, meyle nakşılarımız olsun. Muşulun hemmisinin kılıvatkanı neme odisa, özü nurgun meblağ silip, şu plastikin işlerini şu katadı sen mi ba? Sen özağındaki plastikanı payda appaqtın mı? Yok. Senin faydan neme dese, bizden tamaşıplarımız, manakşın yakşı etipsiz Nureli dese, şu senin faydan. Çabakını kançılık cık etmezse şu senin faydan. Adamın adı şundan çıkıdı. Ondan sen belki mağul Abdülkerim kam yalgan gap kılıp bizge faydanmadım derdi dep oylap kılış mümkün. Mesela biz şu Xalq sarayın desek 2300 kişilik zal. Ay zalda ben ezelden itot kişilik kılsam, en yukarı beletini 200 koydan aşırıp bakmadım. En tövben belet 50 koy. Aşı hesaplayıp baksak onun içinde yani 1-200 tal belet, üyenin, ayağının, mayanın dep turib ulaq ketidi. İşleydiğin adam şu günün özde yok degende 150 adam işleydi. Mail operatör olsun, çırakçı olsun, elde ekran deyimiz, hemen nesli pul kilodu. Senin çıktığı çoğun pul verişimiz gerek, hak verişimiz gerek. Demek bu keçilikte mail adam kançılık cık kırsın, 2 min, 3 min adam kırsın, bu bizden kayızgen meblağqa yetişmeydi. Bu fakat burun nemeden çıktı dese, plastik kıldan çıktı. Hazır plastik kılını igziş mümkün emez. Bir tal bizden hakiki plastikimizga hazır yok degende men çıkarıp kalsam belki biz 20 min taldan 30 min talgacha saqlasak chiqadi. Hatta nurg'un odamlar bor, Abdulkerim abuz to'ymas. O'shkin akşamdan bir itotdan chiqarib qo'yib, bizni aldabdi deb men amaliyotda yoki bir naqsh plastik chiqarib qo'ydim, maza qarsam Abdulkerim abuzniki naqsh plastik istab setibdi. Ba'zi vaqt qarsam bu itotni ba'zi narsalarni kirishtirib bu Abdulkerim abuzning o'qitdiki. Yana bir kun qarsam birisi yakanga bosam bir so'rdi. Abdulkerim aka sizniki mishda disko plastikingiz chiqib ketgan bormi? Ben buldum bir nasıl bakmagan desem ataytım bir yer apırıp koyup qarsam elek DJ deytken sloğa. Şunun arasına qopap elek demek tutta kimden jungang çıkırgan kılıp hemen bunu elek satqan narsalarımı men elek çoxum mening qilgan emgekimni hurmat qilmadanlar deb men boshqa o'xshashchilik qaqshashmoq istim yo'q. Nemishqa? Mayli o saqt plastik olsun, mayli qanday plastik olsun, mening o'ylaydiganim biz matrepdan o'zimizning qanchalik xalq ko'rsa, men shunga rozi. Men azaldan deb qilayotgan narsam shu. Uni boshqa yerda yana bizga berdi shu. Bunu tapalaymiz. Çünkü bana 2006 yıl mı, 2007 yıl manda bir iş tesir kılgan. Ben bir VCD aparat satıdığım bir ağınımız adı, şunu dükkana kirsem, o oturusumda tosağlıkken iş kapılan. Alt tarafta hem de şu bir ne satığı yer var, biz kendi bir işkanlık yaptık, şu yer paranlıç oturdum, otursam birisini soğudu. 2007'de. Ben demek 10 yıl optaşınlar. Qandaroq tijoratingiz debdi. Men 3 oy olgan, hozirga dastlab qilib boqmagan. Abdulkerim abuz yana mush etot kishilikni chiqaribdi. Bugun sap 600 koy payda tutganman, ko'mir elib oldim dedi. Deganda kimni ko'zimga lig yosh keldi. Nemishqa men bilib bilmay shuning g'oyatdan chiqibdiman. Mening boylig'im shu. Chiqib qolgan vaqtida etot o'ynash yana gapin kelsak, men hergiz qasddan to'xtab qo'yganligim emas. Bu çoxum men bu etotni vaqti kelgan vaqtida men hamma narsam tayyor, buni men chiqsam bo'ladi. Hozir ham hammamizga ma'lum. Men balki yana bu yil yana bir filmga tutush qilyapmiz, bizning rejissor Arslan Abdukerim bilan. Oldingi yili ham bu asli demaydigan gapni divtayam. Degan shundaq narsalar film ishlagan. Biz endi bu filmni 8 yilda tayyorlik qilib, aran uçup chiqargan. Esli bultu işlemek olan yana bir film var. O hanzuçisi Çenzelu Şangpao. Mavo 100 Elu Şangpao. Kaç dişi. Taş degen şundak narsa deb. Bu da şunun keynini işlemekçi. Bu çoğun film. Hem de filmni işlegendiyken meningçe pul degen narsının kim o nayet yaxşı ünüm boldu. Mesela ben hazırki Avrupa devletleri çıkıp bakmagan. Fransiyada, Paris'de kino festivalda bizim bu film mukabbat karıştı. Angliyaning Londonda mukofot kirishdi. Hozirgacha bizga bunda fursatlar nayt az. Uyay biz borgandan keyin mukofot desak balkim Abdulkerim akam u yo'q deganda 1-2 million faqat deb o'ylash mumkin. Bizga bergan narsa bir qog'oz bilan bir dona lo'nqa. Bizga shu yetadi. Demak, odam hamma narsani pul bilan ifodalagan olmaydi shu. Bizga bu shon-sharaf kerak. To'g'ri. Hiç bo'lmaganda Angliyada, Parijda şu filmni naq maydonda qo'ydi. Qo'ygan vaqtida tikka fransuzcha
xatni urib qo'ydik. Shunda kulib, nəhayət qızğın keyfiyyət ko'rgandan keyin o'zimizni bir xo'shlab qoldik. Nemishqa bir Meşədən aeroplan qo'tasak 10 necha soat yo'l yurib boradigan ashada bizning bir filmimiz qo'yilib, ashundan bir alqishga erishgan vaqtida mayli rejissor Arslan Abdukarim bo'lsin, mayli men bo'lay, mayli Xurshid Turdi bo'lsin, biz nəhayət hayajonlanib ketdik. Ba'zida odamga pul emas, mashunda ancha-muncha shon-sharaf kerak ekan. Bu yolg'iz bizga emas, hammamizning shon-sharafi deb qarayman men. Shunga kinochilikqa azroq yana bir tirishqina vaqt bersang ukam. Berayman. Rahmat aka, rahmat. Yaqindan beri qarsam, omadga xush kelibdi deb Şinjan Kinochilar jamiyatining muavin raisi bo'lib ketibsiz. O'yinchilarlar ko'rib turdik, suyundik, faxrlandik aka. Uningdan boshqa Shorilxonlarga ovoz berib ketibsiz taqa. Shorilxonga bir emas taqa. Bu film bunda bir zurriyat bilan menga to'g'ri kelib qoldi. Bu mamlakatning amirida bu Shorilxonning ishlagan shu Asabiy Mastan degan filmini bu cho'qim dag'du qo'zg'ab biznikimiz tomoshabinlar bilan yuz ko'rishish maqsadida ish kirdimi? Danglik cholponlarimizga ovoz bergizibdi ekan. Masalan, Shorilxonning ovozini Wang Bochang ovoz berdi ekan. Wang Bochang bilmasizmi? Shu sando. Chiroyli artist, engib turdi. Shuni olama, Şinjan Uyg'ur Abdumuralov kino film tartish qo'yish shirkati, Wang Bochang bergan ekan, buningga Abdukarim Abdulaziz berib bersa deb bunu degandik men kunduzda men film ishlatgan. Shuni bilan uning ustiga tunji ishkim cho bu. Mamlakat bo'yicha ham shu filmlardan taqilishi shu bir kunda qilgan ish bu tunji ishkim. Uyg'urcha mas qadamda taqildigini. Uyg'urcha xanzochisi shunga bu tunji bo'lgandan keyin bu tunji ishdan qo'rqog'im kelmadi. Gerçi kunduz işlesem o keşte şu keç avaz verip bunu tuttum herhalde ben özlem körüp bakım kontrak çıktı ki bu. Kentarlık atışda. Şu avazı verip tutulam ben ertesi Xotenge nağır avaz yanırgan cayda bir film isteyen şunun benim kaldım ertesi etigende. Şunu rast körüp bakımdım. Körüp bakım avaz. Lekin düştü de qaramsa avazga avaz hakimge. Belki düşken de o Shorilxon tağı to'g'rilab telefon qilmadi men. Akası başı öydü mü, ayıldı mı müştaq yumursiz karakteriniz var mı ya ki del eksçi mi? Tamam. Bunu benim xotinimga so'rab qolsam. Ballarımda. Ruqiyadan da bu. Mayli odatdalik ayna qarab turib o'zim gapirmagandan keyin shunda siz bo'lmaydi ekan. Deymag'am dedik ba'zi odamlarning ekrandagi karakterlar turmushda dal eksçi bo'lib qolgan. Endi ekrandagi karakterlar turmushda cho'qim farq qildi ukam. Nemishqa deganda bir yaxshi aktyor bo'lish uchun u o'zini sahnaga chiqish bu xato. O men Abdukarim Abdulaziz shu Abdukarim Abdulaziz petil bangsam bo'lmaydi. Men cho'qim sahnaga chiqqandan keyin shu obrazga xos, shu obrazniki men o'zi deb turib rol olishim kerak. Ayada men Davut rol o'ynagan bo'lsam, men cho'qim Davut olib chiqishim kerak tomoshabinlarning oldiga. Va o'yida cho'qim Abdukarim Abdulaziz bo'lmasam ukam çatak çıkıyor. Rahmat aka. Eg'zonsiz qurib ketgan aka asalchining aslini bir ichib beray. Alloh cho'ng bo'lsa rahmat. Ruqiyadan to'g'riliq bir savol. Ruqiyadan asli kasb o'qiganmi yoki Ruqiyadan Ruqiya asli o'qigan kasbi bu balla ma'rifat o'qigan. Balla ma'rifat o'qigandan keyin kim bu kasb almashtirib bizningki Tangirtaq kino studiyasiga xizmat tushdi. Onundan keyin bu xizmat tushgandan keyin Arliqda Ruqiya Abulqosimningmi ham ustozman. Bularmi aktyorlikda. Avval men o'zim tarbiyalab chiqdim. Mening o'zimning shogirdlarim qatorida. Uni tarbiyalab bo'lgandan keyin texnik mukammal sistemli qo'sinish uchun Şinjan san'at institutininki drama aktyorlik bunda o'qib, oliy texnikumning diplomini olib bo'ldi. Yana davomli tirishib, hozir maxsus kursnikida o'qiyotdi. Bu tugisa men o'zimni oldimga o'tkazib, aspirantlik to'xtayim dedim. Chunki bir mukammal o'qisin dedim bu. Başka fikir var mı ya? Okuyasın. Ya okuyasın mı? Sen de sen okusun, bomuz az toxtun. Xo'sh aka, rahmat. Demek şu Ruqiyadanning siz ustozi. Demek şu müşta ma'no chiqdi bu yerdan. Ishqinlar qanday tanishgan? Şu yolda ketib o'tgan assalomu alaykum desam, alaykum assalom dedi. Shin şu to'y qildik, undan keyin tanishib qoldik-ku. Ashla tuyuqsizdan, ashla ishtiqdan. Unda bir ayliq muhabbet hikoyalar bo'lib baxmaganmi? Sen nima qilasiz yaşlığımın aslında? Bunun bir hikayesi buludu arkandan aslında. Ben aynı biz Qurban Tulum'un Beijing'e Seferi diyen filmini işlep, biz Keriye'ye bağlan.
Kerak bo'lgan vaqtda men vaqt o filmniki muavin rejissyori. Bu men cho'ng tiplik film. Shu vaqtda shu artist tanlash munosabati bilan kerak berib, shu o'zimga ayol tanlaga o'xshamdimi? Shu bana sebep bilan endi nikohga aytamiz. Shu vaqtda tanishib o'tdik misolga. Taqdir. Endi Ruqiya adam qanday tuqqan deb so'ramsa, Xo'sh aka, endi mana bu programmamizdan bir bo'lik bor-ku. Buningda shu maxsus mushtaq shaxsiy ishtiroq to'g'riliq so'riladigan bir qancha savollar bor ekan. Qo'lingizda fikrsiz ishko'liq shu ekanda, Mumkin bo'lsa bir so'raytaymi? So'ratsam qo'fkam o'tganda yo'q. Bo'ldi aka. Siz bu yil qancha yosh? Qancha yosh? Sen fikrim cixi nazarda ishlamsa yoki men programmani yasatsam. Bilgim bor. Men fikrim bu yil shu 3-oyning 27-kuni kelsa, saq 47 yoshga kirib 3-50 deymiz. 3-oydan mijozimiz o'xshaydi aka bizdan xarakterimiz. Nima chiroyimiz o'xshaydi deymiz. Xo'sh, shunda bo'lsa, keyingi savolga o'tib ketaman. Yillardan beri sahnada o'ylanib kelgan etotlarning hammasini o'zingiz yozganmi yoki boshqalarning ispaga etotlarim bormi? Hammasi o'zim yozgan. Hammasini. Ashulaqa eng burunqilik Rona markalik Jusay Mansidan boshlab, hozirgi kelgichmi? Eng oxirgilik Meyip degan kelgichimiz asosan. Araliqda bir ikkisini boshqalar yozgan, lekin men o'zim o'zgartgan. Masalan, ilqama bu jiddiy tayyorlik degan etotni buni bir qiz bola yozibdi-ki, lekin yozgan vaqtda undaylikqa meni 5 odam o'ynaydigan yozmagan. Uni shu 5 obrazni ekan to'qu. Men uni o'zim o'zgartirib, qatılğayanı qetib, to'pidan ustini ishlab, onu degan o'zimninki maharatini bir sinab beqish maqsadida o'zim 5 rolning hammasini elib, o'zim bir o'ynab baqqan. Siz onun yana ish qo'shib shu o'zingiz o'zgartirib. Uni degan o yozilgan dastimda emas. Men o'zim 5 obrazning hammasini bir o'zim o'ynab baqay deb shuni shu bir qiz bola yozgan. Qolgan hammasi o'zim yozgan. Undan keyingi ekan, yangidan yetishayotgan aktyorlarga qanday taklif fikrlaringiz bor? Mening endi yangidan yetilayotgan aktyorlarimizga boshqa taklif fikrim yo'q. Lekin bor. Endi yangidan yetilayotgan aktyorlarimizga men deydiganim birinchi olib o'zining kasbini so'yib, mush kasb o'qigan ekan, cho'qim buning dinni yeyman deydigan astadil bo'lish kerak. Uni degan o'sha turmush kuzishga mayr bo'lish kerak. Yana birisi odam bo'libmi shu bizniki san'at sohasida ishlayotgan yoki buning degan ishlamoqchi bo'lgan bizniki o'g'il qizlarimizga, inis-o'g'illarimiz deydiganim eng muhimi axloqqa diqqat qilish kerak. Odam shu kasbiy safa, axloqqa diqqat qilmagan ekan, o mayli qanchalik dangliq bo'lib ketishdan qat'iy nazar, o baribir nolga teng bo'lib ketadi shu. Mening o'zimning o'ylaydiganim nima bo'lsa, balki meningki o'zimning kasbiy maharatim 40% yoki 50% egallasa, tomoshabinlarni jalb qilgan. Balkim jamiyatdagi o'rin, uningdan keyin odamlar bo'lgan munosabat, mushu jihat axloq, uningdan keyin mushu jihatda yana bir 50% egallay-olsam, uningdan keyin o'zimni masal mukammal deb o'ylayman-chi o'zimmi. Shunga bir odam har qancha talantli bo'lib ketgani bilan, u o'zininki axloqiga, kasbiy safosiga diqqat qilmasa, u uzun bo'lmaydi. U o'tkinchi yomg'ir deb qo'yamdi, ashtalab qoladi. Shunga menimcha bo'lsa, o'zining kasbini so'ygan ekan, cho'qim mush kasbda tirishishdan boshqa axloqqa diqqat qilsa deyman. Uning ustiga bir ikki etotni o'ynab yoki bir ikki naqshlarla men cho'lpon bo'lib ketdim deb odamga g'adaymay, sal taxir yo'l uzunchu, ba g'adayib ketgandan keyin odam men g'adaygan boshda egmakbek tashkil bo'ladi. Shunga odam kamtarroq bo'lsa deyman. Shunda bo'lganda olg'i ilgirlaylik deb o'ylayman bu. Rahmat. Bir yomon bir savol bor. Ma'qul so'rag'in. Mayamini. Agar kichik o'g'lingizdan bugun maktabida ota-onalar yig'ini ichilsa, o yig'inga faqat sizningni berish imkoniyatingiz yuqori bo'lsa, biroq bugun bizning programmamizga qatnashganlarga bizga va'da berib qo'ygan bo'lsangiz, siz qaysiga boradingiz? Men albatta raskabni qilsam, men mash program qatnashaman. Chunki bu yerda meni saqlayotganlar, men o'tgan 50-60 saboqdoshlar yoki insingillarim emas. Buni men va'da qildim. Odam cho'qim shu va'daga vafo qilish kerak. Odam bo'lganken biz Uyg'urlarda lafzi halol deydigan narsa bor. Biz azaldan hujjatlashgan millat emas. Men lafzi qilgan ekanman, cho'qim shuni berishim kerak. Balangizning hissiyatini o'ylab. Balamning hissiyatini men o'ylayman, to'g'ri. O o'zimning farzandim. Men qanday qilsam, maqetim boramsam, ikkinchi qitim berib olsam bo'ladi. Chunki bu yerda nurg'un odam meni saqlayotdi. Uningdan sirt
bu program orqali nurg'un necha million odam ko'radigan programma. Balkim sizlar buni oldin ola tashviq qilib etdinglar. Bir yaxshi aktyor, bir sanatkor bo'lish suhbatimiz bilan mayli bizning o'yimizda bir o'lam chiqqan taqdirdami, masalan biz sahnaga chiqqan bo'lsak, ko'zimizning yishini sahnaning keyinda aytib o'tib, cho'qim tomoshabinlarimizni rozi qilib o'tib, undan keyin tushib yig'lasak, bu kasbiy safoga, kasbiy axloq to'g'ri kelgan bo'ladi. Atamış onun için kelgan. 2008 yıl dadam tugab ketdi. Biz şu vaqtida Muqam bilan o'tgan kunlar nomli televiziya teatrini suratga olganga tayyorlik qilib bo'lgan. Demak, bu vaqtda bizning idoradan 100 necha odam mang'udi. Menishqa faqat 7 kun qolgan. Anqishda dadam tugab ketgandan keyin men idoradan menga bir kun fursat berdi. Keyin suzib. Ben 8. gün, 7. güne dadamın 7 nezirsini berip olab, yani ben hizmet işi bilen aşağı aldım. Belki bunu anlayan adamlar bunun vicdanı yokken, özüne de söyleyip kessem o, jığılmayın demiş, tuğan deyip oylaşı mümkün. Hem adamga dada, hem adamga bala gerek. Lekin bu kesibini biz özümüzmüş kesibini tanlagan kemiz, onçalik bedel tülümsek bulmaydı. Film işleyatqanda nurgun adamla oylaydı o. Belki biz ama şu kesipte okutkan balalarım şayet buluşu mümkün. Şunun ufukuşu mümkün. Nurgun adam bu kino işledi Allah, şu sanatlı şoğlunda Allah oynap, külüp bir jüri de böyleydi şu. Bu emniyet onda emez. Manda jetkanda ben yakında bir materyaldan görüşümçe dünyadaki 10 çoğun xatarlik kesmen işe kino sanatım kirip şu. Belki göretimiz dilence yakında paylaşıp jup kaladı iken, yani birisi anda olup kaptı, yani bir arası ölüp gitipti o da. Bu bizim bu kesbimiz hem de bu fakat şu tomoshabinlar yoki kinoxonaga kirib yoki bo'lmasa uyda shu choyni damlab qo'yib, gazdan chiqib o'tirib, tillab turib ko'rgan kasb shu bu. Ayrig'amlashmabdi, meri bo'lmabdi deb. Lekin mush kinoga bir kun qatnashsa, ikkinchi dat men qatnashmayman degan bir kasb bu. Jabasini tushundim. Demişqa biz eng oz deganda bir kunda 17-18 soat ishlaymiz kon. Filmda. 17-18 soat ishlaganda, anda bizniki mush tomoqlarimizni desak, hamda u yerda cho'qim bizga jumloq pistalda necha xil qo'rma bir narsalar bo'lib ketishini atayin. Ba'zida bizga laqi qansoch bovun to'ng deydi laqi. Shuningga tomoqni qashlab ekib turdi. Balkim bir ko'rinishni olib bo'g'ichi ba'zida 2 soat o'tib ketib qoladi. Issiq qildi asoq shu tomoq ashning ichida ba'zi yerda 40-50 kilometr jiroqlikni jangalga ekib turdi. Shuni to'plash umashda ko'p ketgan. Shuni yana shu apaganda killashib paloqli ishlab yutib bilan, yani 10 minut yoki 15 minut keyin ishlashimiz kerak. Ondan bu kech kunduz laqi kunda bu ishni qilavergandan keyin charchashga urib ketadi. Şuna xalqaro mı, kinochilikning umri sal qisqa bo'ladi deydigan narsa bir gap bor. Endi bizniki de unchalar darajada bek chiq kino yo'q, shu umrim azroq uzun bo'lamdi deyman. Bu kasb shu mustaraq bir kasb endi. Unda asakamış kinolar özünüz rolaga vaqtda bir kinoga mesela qatnashib qolsangiz, rejissor rol taqsimlaydi-ku. Shu vaqtlarda masalanga sizni ma rolni o'ynaysa desa, "Voy, yo'q, men bu rolni o'ynamayman, men tushmaydi, men ani o'ynayman" deyish İşte fırsatınız var mı? Aslında bu fırsat var deb bunda desek to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bir aktyor bo'lgan odam shu rejissor o'ylab, shuni o'ynagan desa biz cho'qim shunga bo'ysunishimiz kerak. Shu rolni men o'disini tushmaydi, menga tushmaydi ma rol. Desak bu yaxshi aktyorning gapi emas. Cho'qim biz bu aktyor deganning ma'nosi nima desa, obraz yaratuvchi. Anda bo'lgandan keyin bizning har xil obrazda keladi. Onunla biz çokum oynamasak vaqti bizni yaxshi aktyor degan olmaydi. Gerçi men de hozir shu men rolni o'ynamaydim, a rolni o'ynayman degan fursat bo'lsa-mu, men taqtab boqmadim. Nimishqa deganda maqatimmi shu Nag'ir sadosi yanargan joy degan filmda men sal mutassibroq bir odamning rolini o'ynadim. Balkim tomoshabinlar ko'rgandan keyin burungi filmlarimda kulgan bo'lsa, meni cho'qim yig'laydi deb qarayman. Chunki bizning kesib bo'ladigan shu montaj biz Shanghaydan kelgan bir ayoldi. Men shu ko'rinishim kelganda o'tkazib ekan bu. Menda hamda rolni o'ynayolmay, shunga o'tkazib boramdi deb so'rasam, sening ko'rinishing har qatim chiqqan, men bir qatim yig'layman. Shunga o'tkazib borman. Ondan keyin shu mening ko'rinishim chiqqan yerda tomoshabinlar bir necha yerda biz taxiliqi mukammal bitmadi daqcha buni kirishtirib bo'lsa, shunda bo'lsa men yig'layotdi. Demek biz bir aktör bo'lgan ekanmiz, mayli u qanday rol olishdan qat'iy nazar, cho'qim biz shu rejissorning deganiga bo'ysunib, o'zimizni shu obrazga yaqinlashtirishimiz kerak. Andiki mana burun bir itotingiz o'tdi, uzuq televizor deb. Shu itotda siz andil asosiyatdan shu e'lonni sökkandingiz, endi deb e'longa o'zingiz chiqib olasiz hozir demakchi. Nima qiladi desa, men anchaqda men televiziya e'lonini söktüm. Men televiziya e'lonini nima söktüm?
Televiziya ilanının hemmisini sökümdüm. Televiziya ilanının içindeki çimenlerinin içinde nazik çimen var degende kaçak çimenligrek ilanını söktüm. Mesela Amerika erlerden kılışmaysız, yani bir narsa kılısız deydigan aşında ilanını söktüm. Çünkü bu bizdeki ahlakımızga, örf-adetimizge mos kelmaydigan ilanını söktüm. Bu ras. Onundan keyin ben ilanga dastlabki çıkmagan. Hatta ben xeyli mezgillik çıkmadım, onundan keyin ixlasning ilanı çıkmaydan birinci olab. Şu vaqtning o'zida bunun bir hikoyasi var, onu bu yerda deb o'tirishimiz zarurati yo'q. Nemishqa deganda, men bu masalan uy olgan ukam, en chaqda. Biz bayatlar yiliqi etot kechilikning gapini deb berdim. Yana ba'zini deb berdim. Bizga qanchalik foydalanayotganini men sendan so'rab boqay, endi-chu. Sen ukam o'sha yaqinda bir plastinka chiqargan, nechta sotding? Necha ming demay, nechta sotding? Mingga bormidimi? Nechta pul chiqarganding? Onunla şu təxminən şu 100 mingdek məbləğ. Bunda aslında 800 daldak lin satqan bolsan, hər birini 1000 koydan satdыңmı ya 2000 koydan satdың? Ziyan çıxdı. Yox gəpdə ziyan çıxdı da olsa, bu 100 ming qoğaşdısa. Demək, gəp bu şeydə. Ben ilaqı iqtisodni deb men ilonga chiqdim deganlik emas. To'g'ri. Mening o'zimning sökkan ilonimningki o'zim biladigan yeri bor. Balkim buni men demasam tomoshabinlar biladi. Men nima uchun sökkanligimni. Endi bu ilonga men chiqmadim. Çıkmay turib oldim. Hatta men ayni chaqda men o'zimning o'yin oldiganda qarzga oldim. Qancha deykan deymiz-ku. Meni ilonga chiqma deb nurg'un og'illarim mushtavsiyani bergan. Men shunda qoyilib zadi men deganing to'g'ri. Deb shu vaqt men o'zim balkim ilonga o'xshayman. Unutmagan. Lekin men o'y oldigan vaqtimda menga yordam qilgan bank oldu. Lekin shu ilonga chiqim degan og'illarimdan birasi menga 5 qo'y pul bermadi. Chunki sen ma etot kechiligini qilyapsa, plastinka chiqaryapsa, ziyon tortgandan yoki men o'yladi ekansa degan gapni qilmadi. Bu bir sabab bo'lib qoldi chiqishimga. Yana birisi hamma shirkatniki keladi ekan. Mana siz mushta qilib bersangiz deb. Men shu shirkatlarniki o'ziniki mahsulotlar haqiqatan ishonchli bo'lsa, o'zim ishlatib boqqandan keyin chiqib berdim. Chiqib bergandan keyin men ish chiqqandan keyin sana o'xshash enlarim keladi ekan, aka, mana bu akamning aksining yana bir aksi bir shirkat qilib ekan, to'g'risini chiqib bersin deb, siz unmab ekansiz, xapmay chiqib bersin deb 4 qatim desam, bo'lib tukam deb chiqib berdi ekanmiz. Bunu çıkıp geldiğinde kan aslasdan bu yana bir taraftan ziyan tassak mı, yana bir taraftan bu bir iqtisadi kirim. Bunun üstüne biz iqtisadi kirim kıldık da işgirden çetelden çolpallardek tağada bir is kılıvağa yerimiz yok. Çünkü bizdeki özümüzdeki şirketlerimizin küçüğünün emniyet afalının kaçırıklık emimizge ayan. Anda boğandıkken ki ben özüm yana oyladım. Gerçi men bir şirketninki mahsulotga chiqib bersam, hozirgi chiqib berib men mahsulotni besib qoldigan shirkatni ko'rdim. Nemishqa deganda shu mahsulot setildi degan gap, buning tijorat doirasi kengirdi degan gap. Kengirgandan keyin bunga nurg'un ish xizmatchilar yana qo'shilib mangdi ekan. Bumi xudolik biz bilib bilmay, o'zimiz kuch qo'shib, yani nurg'un odamlarning turmushiga, to'p qo'shishga, ta'sir ko'rsatishga sal foyda bo'lgan ekan. Shunga endi men ancha-muncha ezib chiqib qo'yatim deb xafa bo'lsam. Keçiriteyim akla. Demek ki oğlum ne olsa bu sanatning o'zimi, ilonning o'zimi bu ilaqa biz yaklaydigan narsa emas. Chunki har qanday bir yaxshi mahsulotniki ilon bo'lmasa, hozir pardiz bo'lmasa fikam aqmadi. Bu inoq. Masalan, nurg'un o'xshash qildiki mahsulotlar bor. Kim bir ilonni ishlab olsa, shuningki hozir bozorga chiqib ketib bordi. Hatto tanlov bozoridami sizning iloningiz yo'q deb nurg'un yaxshi mahsulotlarni shu olmaydigan ekan. Uni siz sen mashin tizvog'iningning o'zimi mush ilon uchun fikam. Olmasa manevi siz oldun da ben de sorsam cevap vereceğim. Endi bu ilanma sanat bir milletninki nurg'un çetelden kelganlar odatda televizor qarab turib shu millatning qanchalik taraqqiy qilganligini, sodisining qayerdan qayerga borganligini ilonda mufqalaydi ekan. Ha, mamlatning manda narsa va manda zavod va ekan deb dastlabki bir his tuyg'usi shundan keldi ekan. Shunga meningcha o'g'al vaqtida bu ilonga meningcha chiqqanniki ham ziynimi bo'lmadi, men ziynimni ko'rmadim. Hem meyli bu özüm üçün emas, meyli şirketinin kim işi oladı iken, özümüzden boladı iken. Hem biz fakat xalqni aldımısak, rast narsaga chiqib bersak, men o'sha bo'ladi ekan deb qardim, shuni chiqib o'tdim. Rahmat. Shu vaqtda o'yolganda hech qanday hech kimda qarz ololmay shu buldiga ishga mavda. Abdukarim Abdusukam xalqdan qarz olib sat turdi vaqt shu. Mana degan etot asli o'zingizdan. Endi datmanlar degan etot o'zimning turmush emas, shu sening turmushing. Sen şu sana o'xshash xotinlanmagan bolaga ota-onasi ish olsin deb biz aytib bu. Manda bir narsa qistirib qo'ygan keladi. Hamda shu programma nayt yaxshi bo'pti, Cho'lpon keldi deb naturali qism qo'yibsizlar. Men bu birga mana o'zingni xabaring bor, sizlarni qo'llash ustidan. Chunki shunday bir programmaningki vujud chiqish oson emas.
Nurg'un odamlar boya menda bitta ketgandek shu ekran qarab o'tirib tilab o'tirib ko'rsak bo'ladi, ay qandayshmoqdi, mer bo'lmabdi deb. Har qanday narsaniki bir urqni salsak, uning bixlindigan, uning o'sadigan, ko'klaydigan, unidagi mevirdigan vaqt bo'ladi shu. Bu sizning hozir taqba urq endi ko'kildi. Unda bo'lgandan keyin men buni to'rildim degandek bir gapim bor shu. Shu sizlarni bir qo'llasa tomoshablar demoqchi. Nemish qiladi desa, men shu vaqt manda bir misolni bergan. Ma o so'zbaqchisi bir o'yinchi bor. Men balalarimni o'ynatgan, ular bir munch kama. Qo'langa bir bolqinni tutqizib qo'ydi. Ash qo'nchoq, qaysi qo'nchoq 5-chi shuni ursicha tong qilib. Shunda bo'lgan bo'lsa demoqchi. Nemishqa sizlarning ham işte pishib ketilishinglarga bir tomoshablar ozroq fursat bersa, balkim senmi xatolikdan sodir bo'lolmaysa, mana shu. Demak, bir yil o'tib ketganki, ikkinchi yil yoki uchinchi yil sen cho'qim dangliq riyosatchi millatimizning faxrida batil qilasiz shu. Bizda shunday bir ish bor. Ba'zilar qarilarcha bir tilgandan hammani tillab tushiribmiz, supuriblar. Onun için iki yıldan keyin ya bu mesela kino sayısı desek bir kız balını tıllagan bolsa andatı, mandatı dep tazı tıllap. İki yıldan keyin ya bir Hollywood'un kinosuga ya bir işkirden sonra film katlaşkan deken halkımızın fakirlik kızı. Milletin anısı. Dep özümüzü öğretip maqtalaymiz şu. Şu onda bolgan deken bazı narsalarga bekelik yüzeki qarmay azroq fursat berse demekçi. Tomoshablarimiz şu. Rahmat aka, rahmat. Endi mesela meni nurg'un o'zimning bichimda o'tgan ishtiboatda uni so'midan o'zim divtay. Benim çıtımaydığı yerlerim cek, ben sınıfkan. Hem de biz tonulgan kemmiz, hem de bir adam tonulgan adam, manda çıtkabat köpünç alda, birse bisim avuk sidik adam, şu. Mesela bayatın etotun gebini kıldık, bizim çakşaklaşkan bulduk. On tətür gebini kılıştık, fakat tamashablarını keyfiyat kötürüsün de bir gebini kılıvatımız o. Hem de bisimi çok sidik. Ben çokum, özem gözem ne çoğutun bir canılan kıp gelgen. 80-90 yıllar manda qilgandim, 2007 yilda mandrak etot o'ynadim, uni mandrak qilsam bo'lmaydi deb men aytgan. Endi ba'zida bizga besim mavqisi ekan, gap so'zimiz ko'p ekan. Endi bu odamning og'zini tutib olmaydi. Masalan, biz sizlarga o'xshash xotirjam yoki bir kechlik bozorga boradigan fursat bo'lmaydi kafkam. Ba'zi bir yerda o'tirgan olmaydi ekan, endi ko'ngil tatgan narsani ba'zi yurolmaydi ekan. Bir bo'g'ishlam nima qilsa bo'ladi? Unda qurilish qilgan, uni ochiq demay. Yana ba'zi qarsak, masalan, sirtda ya bir mashina saqlab turgan olmaydi ekan, bu bir besim shu. Eng oddiysi men ishkimning oldida, qo'roning oldida yo'lni tursam, bir mashina saqlab yoki bolalar mashina kelgichi. Yoki bir ruqyali tursam, ikkisini o'tgan deganni oldim shu. To'g'rilib turib, ko'dolama. O'tkunimiz. O ruqyali qosimni xotinni paranglashtirib toladi. Hamma xotinlar paranglashmay, kimni xotinlar paranglashsam bo'ladi. Hem biz aşkana kırıp kaldık hemimiz bizim insan boğandık hem koskumuzu açırdık. Hey, optikirma buz lağmayı yatıdat. Hemen neyimi yiyeyim lan fıkka. Bazılarım da şundan şöyle besimden bakalım. Ben beş yerleri var. Optikirma buzun başını sokap diken. Rukiye Kasım hayat kaptı. Optikirma buz aldı tuttağa çıkan maşını maççıdı meclik içip diken tok. A kepingen acırtanmay beşidin krambılı tartıp aptamaz mı? Tam bu şundan yapılma baptırdık en şu. Hem bunun gibi xapaolay desek, ta xapagan olmaydi. Çünkü hem de tomoshablar bizning xalqimiz bizni ko'ngil bo'layotdi. Hem de xapamaydi desek, bu gap so'z bo'laversin shu, ba'zi odamlar ta viborim yozib qo'yganlar bor. Sizlar olsam mustaqil keldi deb gap qilma, inkasni qaytarmadim. Men mikrofon qildi. Nima qilsak ularga tushuntirishning zarurati yo'q, baribir qilib qoladi. Ba'zilar asosan bilgin turibdi. Ammo shunda bir ismdash odamlar borligini shu. Sho'mish fursatdan foydalanib deb qo'ydim, sizlar menda rasoqcha deb qolmoqchi. Men xo'sh. Rahmat aka, rahmat. Akamda mavu Çolpan keldi programımız resmi qo'yilgandan buyon nurg'ulg'a inkaslar keldi bizga. Aslında %80% Abdukerim abuz qachon chiqadi? Abdukerim qachon bir chiqsa oldi. Bu oyla qaraganda ekan to'xta qoldi. Ekran faqat chiqilunimida. Shu bugun biz e'lon qilgancho sizning keldiganligingizni. Qan ekan naq maydonga nurg'ulgan tomoshabinlar, yoshlar yetib keldi. Ularning balkim so'raydigan savollari bordi sizdan. Bo'lsa fursat bersam so'raydigan qanday savolinglar bo'lsa, mana Abdukerim kam. So'rasizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men o'zim bo'yliq qarang filmda yaxshi turib ko'rma. Shuningda ruqiyadan ayolingiz ro'liq chiqmaydi. Yomon chiqdi shu endi. Endi. Bu filmda bayan men dedim-ku, bu Ruqiya Obulqasimmi aktyor, menmi aktyor. Aş rejissor, mesela şu vaqtida ayol baş personajni xosiyatni üstüne tanlagan ekan. Men onunga ma xosiyat qurban bo'lmaydi, mening Ruqiya Obulqasim chiqsin deydigan tanlashim yo'q. Shunga xosiyat qurban chiqqan.
Hem yana şu hata düşünceler Abdülkerim abuz Rukiye Abdülkasım'dan acırış gitmiş mi? Hasret kılmadan ben şununda Rukiye Abdülkasım'dan 3 kısımı çıkargan. Ballarım bunu koşap. Ne, rast. Rahmet. Yana başka yapma mı? Assalomu alaykum Abdulkarim aka. Aleyküm assalam. Siz burundan tatib bizni itot kinolarda kuldirib kelgan. Ma musiqadan ancha-muncha naqshalarni aytilgan bo'lib qoldingiz. Shunga to'g'ri azaq so'zlab beraman ekanda. Hazır eğitipersin demişman. O'z aytmasdan yaxshi naq maydonda aytib, ben anglab baqqım bor. Bu drama tiyatr aktörleri bu hamma jihatdan tarbiyalanish kerak-ku. Bular masala sohasidagi. Mesela biz o'qiyotgan vaqtimizda maxsus bizni aktyorlikdan boshqa naqshi dars o'tgan. Mana naqshi dars o'tgandimi, asli bizniki teatr fakultetining o'ziniki naqsh o'qituvchilari bor. Shu vaqtda bizning sinfdan yana 4imizni tanlab, 4 saboqdoshni tanlab, bizda mana bu musiqa fakulteti bo'la rasmiy kasbiy shu naqsh tarbiyalaydigan fakultetchi bu. Shuningda boshda mangaliqi hozir Bejingga ketgan Mayra Qosim. Aşmalım bana 6 ay şumarım ders ötken. Andın şu vaxtın şaraitida Şinjan Sanat İnstitutu'nun en çoğun bir profesörü var. Juha deyilgan. Juha malum deytoq. Özü appak çaşlıq, çeşimlerden kesip etken. Yoğan özü bas avazlıq. Mene bizim fakültetten bunun avaz yaxşı dep şu vaxtın özü şu malumga bizning 4 sabaqdaşını şu o'qituvchi tutib bergan. O o'qituvchi men 3 yil ders bergan. Demek ben 4 yil hem şu naqshidan şu vaxtın özü muntizim terbiyelengen. Ben aralıkta bu naqshini nemish aytmading desem de ben onundan sırt jazgu chatmundun bakçılık algancha bir mezgil. Ben bir 10 yıldak chatmundun bak çağan. Şu vaxtın özünde 9'dan bokum bam teke mening. Haqli 5 ne çağan vaqtida. Ben şu vaxt hali yanıma sılıttım. Sançmış bilse he? Anduman naqsh andan etot oynagan degen ben burun sahnede hatta bir vaqtida ben bir qardayım çıqagan bir qarlenta o'qitgan vaqtimda. Onun bu nayet yaxşı bazar tapqan. Vaqtı sizlik Abdülkerim abimizin tonumaytdinglar. Unda olgandan keyin bek diqqat qilib ketmagan shu. Chunki men o'qitgan vaqtim bo'lg'achqa. Shunga yaqindan beri uning ustiga men o'zim kinoning ishlari bilan bo'ldim, idolni yozdim degan bilan sanda o'ynaydiganqa faqatlik fursat bo'lmadi. Bo'lmagandan keyin ba'zida ancha-muncha o'zim ish pishqim naqshim aytib qo'ydim, rost. Ba'zi ancha-muncha she'rim yozib qo'ydim, rost. Gerçi ben bu şiirlerim ilk fevkalade yaxşı olub ketmişim ama ancha-muncha men havaskor bo'lgandan keyin ilk hech kim xafa bo'lmayotgan debchi. Mesela yazgan şiirlerimden ötkende bir isim koygan şiirimde bir isim gap qiladi. O'q bir baqa ya? Bir kompletdan chiqamas. Qancha tursang egizda ko'ralaysan jiroqni, ko'ralaysan kechdimi g'uvo yongan chiroqni. Ochmisang sen ko'zingni nazar silib dunyoga, boshqalardan voysimay qo'y o'zingga so'roqni degandek-ku. Wow. Ne foydası ölgen çağda esligendan, hayat çağda qıltaq qurib qasligendan. Qaysi ketmez bu cihandan ecel yetse bir-birinin başlarına destigendan. Şu asasen işte bir kupletini yazmam ben çık yazamaydıken küçüm etmeydi ki. Komuş mu yaşarken kibirde esli, pöpükünü tacam dep gadiyip görenler. Akıbet boğruğa ayrılıptı o, kikizinin aslında künde topu yep. Digendek. Aşağı bir heveslerim var. Kon heves verdim ben kaldım. Mene bizim fakültetten bunun avaz yaxşı dep şu vaxtın özde şu malumga bizning 4 saboqdaşını şu o'qituvchi tutib bergan. O o'qituvchi men 3 yil ders bergan. Demek ben 4 yil hem şu naqshidan şu vaxtın özde muntizim terbiyelengen. Ovozim bek yaxshi chiqdi ekan. Ovozim tatlıq? Yaxshi. Şu tatlı chiqqan vaqtda navat choydamda pishgan kunlarim shu fikr. Rahmat sizga. Rahmat. Aka unda bo'lsa naqshni yeb chiqdigan. Naq maydonda bir 2 misra anglamaylikmi? Ha, shunda da vallahi.
saray Olup tağım şalim Saçlarını taray Yar gidersen varay Erizandım varay Yayrın sinesim sayım Ay yokuzda karayım Ay yokuzda karayım Yar kel gece tablet Şam elini turayım Kendisem sözüm Yüreğimni yaray Yüreğimni yaray Rahmat aka, rahmat. Endi sen bilan gapirasan? Ajab turdi ba, naqshi bo'la, mushta bo'la endi. Men havaskor emas, ufka, menga soch yo'q. Lekin jiyalar bir xil ya buni. So'ylab qo'yaman. Ya shu bir Shu qoldi endi. qonmuduq biz. Boshimcha bir jumlab sendagi qar ko'zoynakni taqab. Lekin Kechingni sinikida qilib olsam, mana qil, shpigning nistak bunda. Lekin sizlarcha qandolama. Haqiqat qonmuduq shu. Ha. İtotun birine adam kerak olsa biz bağmışada. Biz yetimiz. Ha. Drama ne mi olsa oynaverimiz biz. Bu ya. Bu arkada keskinlikçi ufkam. Özgürlük bunun alaylık oldu. Doğru. Onu bu yerde oyundukta oynayırsak oynadığını buluyordu. Doğru. Lekin manda bir gap var ufkam. Mayli endi bu o'yindim deb o'ynayotgan bilan onunga biz bu yerda to'g'ri tushunganimiz bilan yana biz ama ekranda ko'radigan yana 10 necha million odam bor. Shularga yarag'dek bir narsa chiqmay qolib qolsa ufkam, Abdukarim abla tugapti. Ya to'g'ri tushundi, to'g'ri tushundi. Shunda bir o'ynab bersin, 1 minut. 1 minut ekan. Yolg'iz men anglam. Unda bo'lsa sen o'yna, men masaj berey o'tir. Ras masajamda. Ha. Men o'ynab berayman. O'ynag'ana. Unda bo'lsa bir tema tanlab O'zingda? beraman. Oshxonada deb bir tanlamni qamsa. Tanla. Oshxona. Siz kiramsa. Nereden kirme? Nereden bo'lsa? Ben o'tirib bo'lgan ufkam. Seni saqlab qoldim. Men xaridor bo'lay, ya siz xaridor bo'ling. Xaridorim men bo'lib biray bo'pti, ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Men yaxshi. Nim tomoq yeysiz? Nim bu? Suv, asalchi. Asalchi? Ha. Men ufkam tomoq ekan kirgan, asalchi kirgan ekan. Ya tomoq chiqqicha bek saqlab qolsiz. Rahmat, akşam bekor emaslar ufkam, menga qaynoq suvga kirib turing. Qaynoq suv ish ko'ngil tinchlayapti ufkam. Bizning qaynoq suv qaytadiganimiz buzilib qolibdi-ki. Sovuq suv olsin mayli ufkam. Ya turbudan suv faqat chiqmayapti. Şu akamda mani ishkash tursangiz, hozir bir tomoqdan birini desangiz, men bir ayt deb ma shogird bolaga bir buyurib etsam. Ama bundan bir samsun bir 5 deb qo'ysa ufkam. Samsima? O chiqmaydi. Ha? O chiqmaydi. Nima chiqdi ufkam? Ya samsida boshqa bir narsa chiqdi. Mantiva ufkam. Mantima? Ha. Ilaqib faqat povlaydigan bir narsa chiqmaydimi oshxonada? Undan boshqa bunda bir Mana zo'laydiganlar chiqdi, onda pollar chiqmaydi. Ha, ufkam, lag'man bo'lsin chiqsa. lag'manmi? Ha. İnchikrak sepasimi yoki yisrof? Ufkam, qanday sasasin qo'saq to'yg'idek qilib chiqsalamaslar. Seni jiq salayman. Ufkam. Nima qilsam qo'saqni to'yg'izlab bo'ldi juba. Masa. Aras, ma bir shogird bolayapti, ma lag'manni munda tashlaydigancho. O'libdimi? Yo'q. Ma qo'l mishadili kesilib, yo'q, doktorxon ketgan, shu u bola kapoqchi bek saqlab. Unda o'z ishkimiz shu doktorxonga borib boshpalni yo'qlab kelgan ufkam tamom qilsa. Boshqa narsani bir chiqarib beray, tayyor narsa bo'lsa. Sho'yli bormi? Sho'yli osh chiqmaydi. Nima chiqmabdi? Ha. To'lov bormi? Qo'lini dumlaydigan qozon teshib chiqgan. Unda o'z ufkam sizlarga kuchli qilaman deb bu yerda to'q qo'yamiz sizlarga.
Endi ataydan Yo'q, ma yo'q. yaqin atrofda boshqalashgani yo'q. Menda tayyorlan bir qilib qo'ygan bir tomoq bor. Shuni ochib berib tursam, apni ish qog'inda, pulnama 20 ni bersam shundami? Ma bo'ladi ekan. Shunda biz qilaman. Sizli imam ukam men putli beray pulni. Mush hozir men ukam qo'saqlaring chaplashib, boshi oralli qolsa hozir. Ash o'zingni bir yeb tama putli pul beray. O bo'lmay sotdik buni. Bu senlik bir gap batı şunu esin gap qoldimi? Yo'q, divanning pochidan esa tushung buzilmaydi atgan. Ben yaqindan tushgandim, ukam pay ish qilganlar men yemsam bo'ladi. Ha, unda bo'lsa shunlarni chiqib berayman. Nega? Yanchqon kelish bormi? Neniki? Tötüz doktorxonadan. Yo'q. Shuni qilib tursan, ha? Sen as xato kirib qolsan, mashqan eng yaxshisi sen tötüz doktorga davolansang bo'ladi. Rahmat. Ma naq maydonda menga hech kim deb qo'ymayman, o'zing qilding, keyin men olib kirmamiz, anda o'ynabdi, munda o'ynabdi, gap chiqib qolmasin juma yana. Aniq mayiga, bo'lanfi. Yaqubkan bor. Xalqning qalbiga segib bo'lmaysan. Xo'sh, rahmat. Mafting ulanmatqadan sen. Xo'sh aka, rahmat. Unda bo'lsa, Ketayman-da. Bu programmamizdan vaqtimi to'shib qolib ketdik. Bunda biz bo'lmaydi bu. Endi xizmatga vaqtda. Endi xizmatga vaqt shundan bola. Bu bir narsa qildi bu bo'lmadi bu. Unda lag'man qilmaydim. Xo'sh, rahmat aka. Endi astoydilga qilsam, programmamizdan shu vaqtda to'shib qolibdi. Men shaxsan bek afsuslanib ketib qolaman. Siz abay senda siz bilan birga o'tirib paranglashgan vaqtdan boshlab o'zimni bek baxtli his qildim-ku, abay. Sen baxtli ichilib ketdi, Fukam. Men ishkizlik qilmay to'yonga kutsam desam. Mishal bir sen turib yaqin orliqda işte erkin paranglashganligimdan o'zimni rost bek baxtli his qildim. Bugun bek rahmat aka. Sizni bek avor qilyapti ekan. Gel şu qop itot o'ynab bermidingiz, ko'nglimiz keldi. Men qopab itot o'ynaydigan vaqtim bor. Shuni bugun o'tirib oldim. Men qopqaligimda meni vaqt to'xtatib olmaysa. Abi başlanışlam o'tolmaydigan ishkan xasta. Aslasha trenersiz bo'ladi ekan. Chataq qutqashna. Nadallik qildim. Unda bo'lsa aka, buningdan keyingi san'at ishlaringiz texmo yo'llar ochiq bo'lsin, texmo gullansin. Buningdan keyin texmo yuqori, texmo yo'q natijalarni qo'lga keltirishingizni umid qilamiz aka. Rahmat. Rahmat aka, bundan keyin Cho'lpon TV programmamizga yana vaqtingiz bo'lsa, kelmishda o'tirib bersangiz mayli. Ma'qul. Rahmat, hayatımdan beri enim Nurali bilan mana shu okean televiziyasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishtirish fursatiga ega qildi. Bunga istagim ko'pdan ko'p rahmat. Men uzun bo'lib ketgan shu ekranlarga chiqmag'ili. Bugun aqasinglar bilan nayt obdan montaj oldik deb o'ylayman. Uning hayatımdan beri deyilgan gapning hammasi bu yerda biz burun tayyorlik qilgan, mana o'zi o'tiribdi yoki menga savol chiqarib degan gaplar emas. Bunda cho'qim odam degan nuqsonsiz bo'lmaydi. Mendan balkim nurg'un xato, gap-so'zlar chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Ba'zi narsalar chaqchaqlab deyilib ketib qolgan bo'lishi mumkin. Shunga arkadaşlarning men afu qilsanglar umid qilaman. Aka, unda esa bundan keyin yana qadam tashrif qilishingizni chin ko'nglimda umid qilaman aka. Rahmat. Bak chandadingizmi? Rahmat. Rahmat aka. Rahmat.